Selam kızlar. Azırak koydilerimiz yığılıp kaptı. Birlikte içip bakayım. En küçükten başlayıp açayım. Ben en yaklaşık işletildiğim şey bu. Ben de mavi rengi baktı. Bu intayin süzük çıkılgan. Karava işletildiğim bir tane. Rangları şu çilelik yeni çıkılıyor. 5 kınık urve sağlamı. Süzük aleti çıkılıyor. Onda kınık çıkılmaydı. Mağazadan yeni bir rengi set aldım. Onu da şiktal bugün soğuk oldu. Bizim açıldım yeni bir tane çıkıldı. Tamam, mağazadan mavi rengini set aldım. Mavi ızcıl şırılgan rengim. Mavi. Okşumaydı. Anondan keyin yeni bir qitim bek azam mapıq uçurab qalğan deyim. Diqqatimni set etdim. O'xshamaydigan markasini set etdim. O'xshamaydi, rang chiqishim o'xshamaydi ekan. Yelishim o'xshamaydi. Shunga set olganda bahasiga qaramay, markasiga qarab to'g'ri setilishini tavsiya qilaman. Ishlatgan qizlar cho'qim rozi bo'lib qolasizlar. Ben ko'z qo'riqlarni yashirtishni boshlaydi deb o'ylashgan uchun bek izlanib shuni eng yaxshi ekan deb tanlab setib oldim qizlar. Bu Yaponiyaning markasi Pola. Yoki sizlar bilishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi, sizlar boshqa narsalardan sharamni qo'shib setibdi. Bu yilqi sizdan atatacağım. Asbago, aldım sizler tavsiya qilaman. Shuni atalab tugab qolgan ekan, mana aynan setib oldim. Ma'qul bozorgan cho'ploq kantoq. Shirtib qilib yaxshi bo'lsa tavsiya qilaman. Degan eg'ir. Ma'qul. Ter tozlaydigan nima? Undan bek chiqqan anadan keyin yaxshi likaslarni bek chiqqan to'snab qo'ydi. Oldim buni. Buni ishlatib yaxshi qilib tavsiya qilaman. Mana sıklagan ayak. Bahasım şunchalik muvofiq chiqibdi. Oldin qitim kichkinani set olib kelgan, to'qoni qaytirib cho'nmali qilib qo'ydim. Endi havo qizimga setib oldim. Uychilik kiyim bo'sh. Uy ichida bo'ladigan tutmay ma'lumlik. İştahlıqlar da ekan to'q. Shuni apaqtma va o'tkazuvchi chaloq shunchalik yaxshi deydi. Avval ishlatib yiqib, agar yaxshi bo'lib qolsa, sizlarga tavsiya qilaman qizlar. Andan oxiri yana shu saytga keldik. Buni ishlatsanglar cho'qim rozi bo'lib qolasizlar qizlar. Yuzga chiqqan holati shunchalik yenik chiqdi. Men bu yangi olgan rangimni ishlatib sinab ko'rib olsangiz. Odatda yuzimni shu o'rniga olmasroq berman. Shunchalik chiqqanlar. Telefon ishlatishni o'qimaydigan qizlarni oldin tanlashib bo'lamaydi. Har qancha qanaqa bir vaysanglarmi, shunchalik suv solati chiqadi qizlar. Ehtiyoj bor qizlar asabiyat sirqarida sifat bo'ladi. O'xshashganda xato qilishni ehtiyot qilinglar.